Assalomu alaykum azizlarim. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Bitta hovlida ikki xil muhit. Men qiynalib ketganimdan erim hayot bo'lganlarida edi. Mayli bemor bo'lib yotgan hollarida bo'lsa ham xizmatlarini malollanmay qilardim. Ko'cha-kuydagi malomatlar, kamsitishlar va nomard kimsalarning ilmoqli gaplari bo'lmasmidi? Chunki eri bor deb sal bo'lsa ham hayiqishardi. Ovsinim esa erining har kuni ichib sudralib yoki sudrab olib kelib uyga tashlab ketishlaridan bezor bo'lganidan shu yer yutmagur odam bo'lmadi yo o'lmadi deb zorlanardi. Avvalga qaynimning bu qiliqlariga ko'nikolmay shartta bolalarni olib ota hovlimga chiqib ketgim keldi. Afsuski ota-onani vafotlaridan keyin o'z tug'ilib o'sgan uyingga ham mehmonday kirib chiqarkansan. Xo'p, ukam bizni bag'riga ham olar. Ikki qizimni ham turmushga berarman. Ammo ikki o'g'limni qayerga uylantiraman? Iloji yo'q. Bir iloj qilib shu hovlida yashashimiz shart. Shunday qiyinchiliklar bilan oylar ketidan oylar o'taverdi. Atrofimdagi mahallalarda to'y-to'noqlarda qizim bilan idish yuvish yoki hovli yig'ishtirishga chiqib ro'zg'orni tebratib turdik. O'g'illarimning birini mashina tuzatadigan ustaga, ikkinchisini nonvoyga shogirdlikka berdim. Bir kuni qaynim ertaroq ishdan qaytib tashqarida so'rida o'tirgan ekan. Men ham qizim bilan qo'shni mahalladan to'yda idish yuvib uyga qaytdik. Qaynimni uyda ko'rib qo'rqib ketdik. Dedik-da salom berib xonamizga kirib ketdik. "Voy kelin, choy-poy tayyorlab bering." Qizim amakisini oldiga dasturxon solib choy damladi va to'ydan nasiba deb berilgan 2 dona non shirinliklarini qo'ydi. "Onangni chaqirib bor." Qizim qo'rqib ketdi. "Biror narsa kerak bo'lsa menga aytavering amaki. Chaqirvor degandan keyin chaqirda, gapim bor." Deraza pardasi ortidan qaynimning gapini eshitib qo'rqib yuragim tez ura boshladi. Shoshib qaynimning oldiga chiqdim. "Tinchlikmi, nima gapingiz bor edi?" Qaynim qizimga qarab, "Bor, sen ichkariga kirib tur. Kattalar gaplashganda yosh bolalar eshitmasligi kerak" dedi. Qizim yonimda turadi. "Nima gapingiz bo'lsa gapiravering" dedim. Qizimni yelkasidan quchib mahkam ushlab, "Yaxshi, qizing bir tomondan eshitib qo'ygani yaxshi. Ko'chada sen haqingda gapirishyapti. Kimlardir senga og'iz solibdi. Sen ko'nmayotgan ekansan. O'zi erga tegish niyating bormi? Bu nima deganingiz? Men biror kishiga erga tegaman debmanmi? Uyalmaysizmi shu gaplarni menga gapirgani? Ey sen qizishma. Bildirma, gapimni eshit. Yoshsan, chiroylisan. Bir umr beva o'tib ketish niyating yo'qdir. Bo'ldi qiling. Erga tegamanmi yo yo'qmi, bu meni ishim. Hozircha avlodimni yuzini yerga qaratadigan qadam bosmadim. Inshaalloh kelajakda ham o'zimni avlodimni la'natlaydigan yo'lga qadam bosmayman. Ey, sen mening gapimni bo'lmay oxirgacha eshit. Garochi menga erga tegasan. O'g'lim yo'q. Menga o'g'il tug'ib berasan. Menga tegsang ko'chada birortasi lishni gap qila olmaydi. Men domla olib kelaman, nikohimizni o'qib qo'yadi. Ichimdagi qo'rquvning o'rniga g'azab va nafrat egalladi. Qizim yuzlarini amakisiga teskari qilgancha meni mahkam quchib dir-dir titrardi. "Qizim, qo'rqma, meni qo'yib yuborib tur. Men hozir" dedim-da oshxonaga yugurib ketdim. Nima bo'lsa bo'lar. Bunday xo'rlikdan ko'ra o'lib ketsam ham mayli. Hech bo'lmasa bolalarim isnatda yashamaydi-ku. Xayollar bilan bo'lib so'rida yonboshlab yotgan qaynimning oldiga yetib bordi. "Menga qara Maraz, menga bolalarimga umuman gapirma. Iloji bo'lsa ko'chib yo'qolib ket. Bu hovlini erim biz uchun qurgan, tushundingmi? Iye, sen hali menga ugroza qilasanmi? Qani o'ldirchi, duxing yetadimi? Bismoq desam jinni ham ekansan-ku. Hovli qurilishiga meni ham pullarim ishlangan. Kerak bo'lsa seni va anavi yetimchalaringni ketlaringga tepib haydab yuboraman. Onamga baqirmang, ovozingizni o'chiring. Hozir tog'alarimni chaqiraman" deya qizim bilan xonamga kirib ketib qaynotamga telefon qildim. Ammo xotin qilib olaman deganini aytishga betim chidamadi. Qaynotam bir zumda yetib keldilar. "Seni dastingdan hech yerda xotirjamlik yo'q ekanda. Sen qanaqa o'g'ilsan? Seni bu yerda yetimlarga bosh bo'lasan deb ko'chirgandim. Sen nimalar qilayapsan?" Hovliga kiriboq o'g'lini so'ka boshlagan qaynotamni ko'rib o'zini oqlay boshladi. "Bu alvasti sizga nimalar dedi bilmadimi? Meni nazariga ilmayapti.
Choy tayyorlab bering desam, choyni xotining tayyorlasin deb xizmatkoring emasman deb urishib ketdi. Keyin men ham qattiq gapirdim. Voy badbaxt bola, shu xotin 4 yil akangning kasalini boqdi. Bolalarni oq yuvib oq taradi. Yana bir marta shularni og'rintirsang men sendan kechaman. Tur yo'qol ko'chaga. Qachon xotining ishdan kelsa keyin kir hovliga. Qaynim indamay ko'chaga chiqib ketdi. Qizim qansan? Qani bu yoqqa chiqchi. Assalomu alaykum dada, yaxshimisiz? Uzr, qo'rqib ketganimdan sizni chaqirdim. To'g'ri qilibsan. Bu o'g'lim odam bo'lmaydi shekilli. Endi ozgina sabr qilasan. Hademay o'g'illaring ham katta bo'lib qoladi. Narigi tomonga uy qurib, o'rtadan devor olib qutulasan. Qizingga sovchilar kelayapti deb eshitdim. Hali yosh emasmi? Hamma joyda ham bitirish arafasida kelin tanlash uchun sovchilar aylanib yurishadi-da. Mayli, o'zing bilasan. Ishlaring nima bo'lyapti? Alhamdulillah, ro'zg'orni eplab turibmiz. Pensiyamdan oz-ozdan yig'ib qo'yganim bor. Senga shuni bersam. Qaynotam ro'molchaga o'ralgan pulni oldimga qo'ydi-da, xayrlashib chiqib ketdi. Shundan keyin qaynim bir oycha gapirmay yurdi. Ovsinimga ham janjal haqida indamadim. Chunki shundoq ham erining qiliqlaridan bezor bo'lib yuribdi. Qizim maktabni bitirdi. Uydan sovchilarning keti uzilmay qoldi. Deyarli har kuni sovchi kuzataman. Kunlar isib ketdi. Opa, koshkiyda meni aytganimga quloq solsalar. Ko'ryapsiz-ku, biror bahona topilsa darrov urushga boshlaydilar. Kechki payt katta o'g'lim ishdan qaytdi. Katta o'g'lim 16 ga kirib ancha ulg'ayib qolgandi. Amaki, xafa bo'lmang-ku. Bu yerda bunday yotishingiz noto'g'ri. Axir onam va singillarim bor. Qaynim asab bilan o'rnidan turdi-da ko'chaga chiqib ketdi. Yarim tunda ovsinim eshigimni taqillatib qoldi. Uf, yana nima bo'ldi ekan deb eshikni ochdim. Opa, o'g'lingiz bilan kasalxonaga borib kelaylik. Bir o'zim borgani qo'rqayapman. Voy, tinchlikmi? Yarim tunda nima bor? Biror joyingiz og'riyotgan bo'lsa, doktor chaqira qolaylik. Yo'q, Xudoga shukr, sog'man. Anavi yer yutgurni mashina urib ketibdi. Shifoxonadan telefon qilib tez keling deyishdi. O'g'limni uyg'otdim. Ikkovlari yo'lga otlanishdi. Men ham ularni yetib borib holat haqida xabar berishlarini kutib o'tirdim. Bir ozdan so'ng o'g'lim telefon qildi. Onajon, uxlayvering. Amakimni mashina urib yubormagan ekan. Uyga borganda aytib beraman dedi. O'g'lim va ovsinim yarim soatdayoq qaytib kelishdi. Ey opajone, bu o'lgurni mashina urmagan ekan. Ichib olib boshi bilan latok ariqni qirg'og'iga qattiq yiqilibdi. Shifokorga mashina urvordi debdi. Xayriyat-e, men mashina haydovchisiga nima bo'larkan endi deb xavotir olib o'tiribman. Buni ham yondagi sherigi gapirdi xolos. Uyqimiz kelmay gaplashib o'tirdik. Ovsinim ham ichi to'la dardga to'lib ketgandan tinmay dardini to'kib soldi. Tongga yaqin qaynim boshi bint bilan bog'langan holda kirib keldi. Meni g'iybatimni qilib o'tiribsizlarmi? Yoki mendan qutuldim deb xursandchilik qilayapsizlarmi? Ovsinim erni ko'rib menga pichirlab, hech bo'lmasa biror hafta qulog'im tinchir degandim, dedi-da erni yetaklab xonasiga olib kirib ketdi. 3 kun ovsinim ishga bormay eriga qaradi. Qaynim ham deyarli 3 kun uydan chiqmadi.